Assalomu alaykum, sizlar bilan omadliroq kanalda davom etamiz. Yana Odisseyga kiramiz har doimgidek. Shu 2-0 o'yindan marafonimizni davom ettiramiz. 4 million bosib ko'ramiz. Nima bo'ladi? Tekshiramiz. Balki jigariga ham tekkizamiz tekshirish davomida. Balki boshqa joyga ham tekkizib ko'ramiz. Ochib bersa bo'ldi, tekkizib beramiz. Yaxshi, ochdi bitta. Bir marta ochib berdi. Tekkizdik. Maksimum osmonda bosib ko'raylik. Sketchga yemiz Odisseyda. 8 million tikib ko'ramiz. Birinchi marta tarixida, kanalimiz tarixida 8 million so'm Odisseyga tikdik. O'xshamadi birinchisi. Ikkinchisi 2% berdi. Uchinchisi bola ham yo'q. Yo'q, menimcha hech narsa. Demak, garovda tushiramiz yoki chiqamiz. Tushiradi cho'pdi, ja bunaqa summa bo'lmaydi ekan. Bitta pushta etmaydimi endi? 2-0. Bugun nima dushanbami? Shunaqa bonus shartlarini o'qib qo'ysanglar bo'ladi qatnashishdan oldin. Chunki mening ko'p akkauntim shu sababli blok bo'lgan. Shu bonusni o'tkazsanglar, akkauntinglar blok bo'ladi, bilyapman. Berdi juda yaxshi. Akkauntinglar pul yetish blok bo'ladi. Shuning uchun shu aksiyada faqat birinchi depozit bonusi yaxshi, keyingi aksiyalar bo'lmaydi ekan. 2 pachka pushta yuborsa-ya, mana bitta dona yetmadimi? Shu aksiyada yetti to'lab qatnashinglar, iloji bo'lsa qatnashmanglar ham o'zi. Shu ikkinchi depozit bonusi. O'zidan o'zi qoplab qo'ydim men. Shunchaki yechmoqchi edim men bo'ldi. O'tkazib. Katta summa emas, $100 adashmasam. Shu $100 plus qaytarib oldi o'ziga. Men yozdim xavfsizlik xizmatiga. Bir haftacha vaqt ketdi yozishmalar. Keyin yutilgan pulni ham yo'q qildi. Akkauntni ham aksiyada qatnashmaydigan qilib qo'ydi. Ular ishladi akkaunt bo'ldi. O'zi qanaqadir aksiya bo'lsa kompaniyadan uni albatta o'qib chiqish kerak. Men keyin o'qib chiqdim aksiya haqida ma'lumotlarni. O'zi yozib qo'ygan ekan, agar katta anaqa yutib o'tsanglar, ular kompaniya so'rasa, uni albatta taqdim qilishinglar kerak degan yozib bor ekan. Men keyin o'qidim maxsus. Yaxshi akkauntdir lekin. JavaScript endi keluvdi O'zbekistonga. Mana shuni yangi akkaunt ochdik. Tinchlikcha hozir unga bloger bosamiz. Sketch kartini surdik.